Assalomu alaykum Mototalks kanali obunachilari. Bugun sizlarga ya'ni kompressorlarning narx-navlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videomiz yoqsa, ya'ni like, podpisatsiyani bosib qo'ysangiz, bundan ham yaxshi instrument mahsulotlarning narx-navlarini bilib borasiz. Boshladik. Har xil turdagi bugun tushumli, betushumli kompressorlarni narx-navlari bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'pchilikka aytishdi, videoni boshlab manzilingizni tushuntiring. Ya'ni manzilimiz Toshkent shahrida joylashgan Do'mrobod bozorini hamma biladi. Do'mrobod bozorida mana qarama-qarshi tarafda joylashgan Zenni savdo majmuasi Mototalks do'konimiz 23-raqamli do'kon. Sizlarga har xil turdagi narx-navlar bilan tanishtirib o'tamiz. Hozirgi kunga eng dolzarb bo'layotgan mebel sexda ishlaydigan akalarimiz yo biron xonadonga zayovka bilan o'zi boradigan kompressorlarni so'rashyapti. Qanday? Nima uchun unaqa? Bu masalan ularga kattalari noqulaylik tug'diradi. Ular masalan bitta qo'lda ko'tarib yurib qo'yib, bemalol ishlarni bajarib, yo mashina usta akalarimizga bu narsa juda ko'p olishyapti, kerak ekan. Shuning uchun ko'rsating, qanaqasini olishga qulaylik deganlar uchun mana hozir ko'rsatib o'tamiz. Bu kompressorimiz, ya'ni 9 litrlik bo'ladi, 5 shumli varianti. Bu sifati juda ham yaxshi. Ya'ni ikkita porshini bo'ladi. Hech qanaqa moy-poy quyib yotilmaydi va necha kilovat tok kirayotganingizni ham datchiklar bor, ko'rsatib turadi. Vintili mana bittalik bo'ladi. Mana davlemalari juda ham zo'r. Ko'rib turganingizdek mana datchiklarni ham ko'rsatib turadi. Ixchamgina mana dastachasi bor. Bu yoqlari ham latunlik mana porshinga o'tadigan. Sifati juda ham yaxshi. Buni rostdan ham 1 million 100, 1 million 200 dan sotishadi. 950 ming so'mdan Mototalksdan bemalol olib ketishingiz mumkin. Oxirida telefon raqamlarini ham bemalol aytib o'tib qoldiramiz. Keyingisi kattarog'ini so'raganlar uchun mana Magnat brendiga tegishli ko'rsataman. Ya'ni vati 1680 vattdan iborat, 30 litrlik 5 shumli. Bu ham ikkita porshinlik, bitta emas, masalan, ikkita porshinlik. Juda ham tez so'ldiradigan 5 shumli 30 litrligi. Buni ham narxini 1 million 300 ming sotardik. Hozirgi kunga kelib buni narxini 1 million so'm qo'ydik. Xohlaganlar uchun Magnat brendiga tegishli, xohlaganlar uchun kattaroq motor izlayotganlar uchun mana Ubay brendiga tegishli, mana ko'rishingiz mumkin. 30 litrlik bu ham Ubay brendiga tegishli, mana. Bu ham 30 litrlik. Vati ham bari 8 atmosfera beradi. 1,5 ming ot kuchiga ega. Mana bu yerda vatini yozmagan ekan, o'zi diametrlarini yozgan ekan. 30 litrlik katta motorlik, sifati juda ham yaxshi. Buni ham narxini oldingi videolarimizda 1 million 300 ming so'm qo'ygandik. Hozirda buni ham narxini tushirib qo'ydik. Ya'ni 1 million so'm qilib beramiz. Bunda bu bilan qulayligi nimada? Bunda bitta qulayligi bor. Mana o'zini bezopasniy o'zi datchiklari bor. Motor qizib ketgandan keyin o'zi avtomatik o'zi o'chiradi. Hech qanaqa siz kuyib qolmaysiz. Bu Magnat brendiga yo'q, lekin Ubay brendiga shunaqa xususiyat bor. Endi hammaga o'sha mashhur bo'lgan Texa brendini ko'rsatamiz. Texa brendi juda ham sifati yaxshi, bilasizlar. Germaniya texnologiya yozilgan, lekin Xitoydan ishlab chiqariladi. Endi ko'pinchalar Germaniya deb sotadi. Yo'q, bu Germaniya texnologiya yozgan. Qaysi bir texnologiyalar shu Germaniya texnologiya asoslarini ishlab chiqariladi. Buning mana vati 2000 vatt, motorlari ham katta baquvvat bo'ladi. Обороты 2900 ko'rsatib o'tamiz. 8 atmosferada ishlaydi. Sifati juda ham yaxshi. 24 litrlik bu shumli varianti mana maslenli. Moy quyadigan. Moy quyib ishlatadigan. Buni bemalol tinimsiz ishlatsa ham qizib ketmaydi. Filtrlari ham temirlik bo'ladi. Hech qanaqa mana ko'rib turibsiz bu plasmas bo'lmaydi. Motorni ham kuchi ham katta. Bularda masalan 5 shumlilarda 1,5 ming ot kuchiga ega bo'lsa, buniki 2,5 ot kuchiga ega. Ya'ni kattaroq motor. Narxi arzon, narxi 1 million 150 ming so'm qilib beramiz. Texa brendi sifati juda ham yaxshi. Bular kichikroq ko'rsatadigan. Endi kattalariga o'tamiz. Hammaga o'sha mashhur bo'lgan mana 50 litrlik 5 shumli kompressorimiz. Bu narxi juda ham qulay chiqqan. Oldingi videolarda 2,5 million so'm qo'yganmiz. Buni hozirda narxini hozir aytaman, realni narxi tushib juda ham arzon. Bu 4 ta porshinlik, ya'ni mana ko'rib turishingiz mumkin, 2 ta motor, 4 ta porshin. Juda ham tez so'ldiradi. Bezopasniy avtomatik datchiklari ham bor, o'zini o'zi o'chiradigan bezopasnilari bor. Bu mana ikkitalik havo chiqadigan joylari, ikkitalik ventillari ham, miyalari ham juda ham baquvvat chiqadi. 50 litrlik 5 shumli, hech qanaqa shum tug'dirmaydi. Buni narxini
Rostdan ham 2.500.000, 2.400.000 qo'ygandik. Hozirgi kunga kelib 1.900.000 so'm 4 porshinli kompressorni qo'ydik. Rostdan ham realni bunaqa sifatli kompressor bunaqa narxda yo'q. Chunki 4 porshin Tenbolda ikkita motor berilyapti. Keyingi esa shumli so'raganlarga, ya'ni masalan 5 shumliga bilasizlar, o'zi hech qanaqa moy quyilmaydi. Shumliga mana narxi moy maslenli, moyni alishtiradigan qaysidir kompressorda moyni yana o'zini tepasidan to'kish kerak ekan, u noqulaylik tug'diradi. Bularda mana yonida, o'zi yonida boltini ochsangiz, moyni alishtirishga bemalol qiynalmaysiz. Shunaqa qulay ishlangan. Chiqadigan joylari ham ikkitalik, sifati juda ham yaxshi. Motor 3,5 talik, kattasi, masalan, bir xil 50 litrli kompressorda 2,5 talik motor qo'yilgan. Bularniki 3,5 talik realmi katta baquvvat motor qo'yilgan. Sifati juda ham yaxshi, 50 litrlik, narxlari juda ham qulay narxda chiqqan. Buni narxini 1.380.000 so'mga qilib beramiz. Katta bahaybat 50 litrli kompressor, original. Tenboli 1 yil garantiyasi bor. Endi hamma vulkanizatsiya yo'q, katta ishxonalarga sifatli zo'r katta kompressoringiz yo'qmi deganlarga bor. Mana 100 litrlik Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan haqiqiy sifatli turi. Bu 3 ta porshin bo'ladi. Buni nima uchun maqtayapmiz? 100 litrlik bemalol kompressorlarni ko'rsangiz, mana motorni ko'rsaman, 2 kilovat bo'ladi. Buni motori 3 kilovat. Xohlaganlar uchun 2 kilovatlisi ham bor. Buni narxi arzonroq chiqadi. Keyin buni porshini 3 ta, 1, 2, 3. Ya'ni qolgan kompressorlar 5 minutda havo to'ldirsa, bu kompressorimiz 2 minutda havoni to'ldiradi. Bemalol solishtirib ishlatib ko'rasiz. Buni narxini 5 million so'm qilib beramiz. Narxi qimmat deganlar uchun haqiqatan ham bu sifatli kompressor, narxi sal qimmatroq chiqadi. Xohlaganlar uchun buni 2 porshinligi bor, narxi 100 litrlik 3.800.000 so'm chiqadi. Xohlaganlar uchun xuddi shu 3 porshinda borda, motori 2 kilovatligi bor. Uni narxi 4,5 million, 4.200.000 so'm qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon raqamlarini pastga ham yozib qoldiraman. Telefon raqamlarimiz, ya'ni 95lik 816 94 94 bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlarimiz ham albatta bor. Bemalol qo'ng'iroq qilsangiz, sizga qo'shimcha ma'lumotlarni ham, xudo xolasa boshqa joydan olasizmi, qo'ldan kelgancha qo'shimcha ma'lumotlarni ham qilib beramiz.